Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi so'rimiz Sirdaryo Baxtga kelib o'rnatdik. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana o'sha navbatdagi so'rimizda pol taxtalarga ham ajoyib o'zgacha qilib ishlab berganmiz. Stoykalari 8 ga 8, 1,5 qalinlikda bo'lgan. So'nadigan joylari 6 ga 4, taglari 8 ga 4, o'rtalari 2 ga 2, hammasi 1 2 qalinlikda bo'ladi. Mana bu joylarga tilla ranglarni sepib berganmiz. Kraskalari mokra asfalt. Buni garantiyaga keladigan bo'lsa 2 yil garantiya qilib beramiz, xudo xolasa. Narx 4,8 million. Vodiy, Toshkent, Samarqandgacha ustanovka dastlabki qilib beramiz. 4,8 million so'mning ichida. Xon taxtalari ham ichida bo'lgan, o'sha summani ichida. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, mana shu profilga murojaat qilaverasizlar. Mana pastdagi nomerlar o'zimizniki. Bemalol aloqaga chiqsalaring, ishlarini bitkazib beramiz. Xudo xolasa qaysi viloyatdan bo'lishingizni qat'iy nazar.